Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanalimiz ozgina tanaffusdan keyin yana o'z faoliyatini boshladi. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Sizlar uchun juda ham mazali va oson tayyor bo'ladigan nonushtalardan bittasini ko'rsatib bermoqchiman. Kartoshkamizni juda ham yupqa parre qilib to'g'rab olamiz. O'zingizga qulay usulda to'g'rab, gazga tavamizni qo'yib olamiz va xohishga ko'ra yog' solib olamiz. Men sariyog' soldim. Sariyog' soldim va ozgina qizigandan keyin kartoshkalarimizni bitta-bitta terib, chiroyli qilib terib olamiz. O'rta olov bo'lishi kerak. Ikki tomonini chiroyli qilib qizartirib olamiz. Yupqa bo'lgani hisobiga tez pishadi, pishmay qolmaydi. Yog'i ham juda ham ko'p sovormayli. Yog'i ko'p bo'lsa ham boshqacha bo'lib qoladi. Terib oldik kartoshkalarimizni. Endi qarab turib, ikki tomonini chiroyli qilib qizartirib olishimiz kerak. Bu yerda 3 ta tuxum yoki 4 ta tuxum o'zingizlarni oila o'sha soniga qarab atalab olamiz. Men 3 ta tuxum qildim. Kartoshkalarni o'girib olaman. O'sha qizardi. Bitta tomoni xohlasanglar ozgina ustiga bir chimdim 4 ta dona tuz sepib yuboringlar kartoshkani ustiga. Men tuxumga tuz soldim, atalab oldim. Kartoshkalarni hammasini o'girib olib, mana shunaqa chiroyli tillarang bo'ladi. Tuxumimizni ozgina tuz sepib atalab, ustidan sekin quyib olamiz. Gazimiz pastroq bo'lib turadi. Endi pasaytiramiz. Mana ustidan quyib oldik. Endi tegi past bo'lib turadi va bu yerda bitta pomidorni xuddi kartoshkaga o'xshab parre qilib, yupqa qilib to'g'rab olamiz. Va hozirgi tuxumimizning ustidan terib chiqamiz. Rosa mazali, to'yibli nonushta bo'ladi. Obed paytlarida tushlik uchun ham tayyorlasanglar ham bo'ladi. Ham taom, ham nonushta o'rnida ham ma'qul keladi. Pomidorlarimizni terib oldik. Men ustiga ozgina quritilgan rayhon sepib yubordim. Bu ham juda ham ajoyib maza beradi. Mana, endi xohishga ko'ra, xohlasanglar shu bilan ustini yopsanglar bo'ladi. Agar bo'lsa, kichkina bo'lak sirimizni qirg'ichdan chiqarib, ustidan sepib yuborsak, yanada mazali qilib beradi. Sirimizni sepib, tavamizni ustini yopamiz. Past olovda 5-8 minutga yopamiz. Va undan keyin ikkinchi tomonini sekin o'girib olamiz. Mana kartoshkalari pishib, shunaqa ham zo'r bo'ladi. Endi yana ustini 5 daqiqaga past olovda yopib olamiz. Va qarabsizki, mazali nonushta tushlik tayyor bo'ladi. Idishimizga, sekin laganimizga ham idishimizga solib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham yoqadi. Kommentariyada o'z izohinglarni qoldirsanglar xursand bo'laman. Obuna bo'lishni unutmanglar.